Onam shu og'ir xastalikdan vafot etdi. Doktorlar agar men ortiqcha vazn to'plasam, menda ham qandli diabet bo'lishi mumkinligi haqida ogohlantirishdi. Ammo bu holat meni shokka emas, aksincha yechim topishimga undadi. Va men o'z salomatligim ustida qayg'urishni va mening xastaliklarimning hammasi ortiqcha vaznimdan ekanligini angladim. Bugun menda qandli diabet kabi og'ir turdagi kasallik yoki jigarning yog' bosishi yoki boshqa bir muammolar mutlaqo yo'q. Chunki men o'zimni nafaqat jismonan, balkim ruhan vazn tashlashga undadim. Naqd 3 oyda 20 kilogramm vazn tashlashga erishdim. Siz ham o'z vazningizni ideal holatga keltirishni istasangiz, 30 kunlik asl qomat marafonimda ishtirok eting. Marafonda qatnashish uchun kommentariyada plus qoldiring va marafonimning eng faol ishtirokchisiga aylaning.